Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qrimda Rossiya harbiy samolyoti qulab 29 kishi halok bo'ldi. Eron urushi ortidan Tramp va Yevropa ittifoqchilari o'rtasida ziddiyat kuchaymoqda. Erondagi urushni hal qiluvchi pallasi boshlanmoqda. Endi esa batafsil. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, peshobda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy kuchli tabobat inomi prostata bezdagi yallig'lanishni kamaytiradi, siydik yo'lini tiklaydi, erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Vulkan ham sinalgan ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Qrimda Rossiya harbiy samolyoti qulab 29 kishi halok bo'ldi. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda An-26 harbiy transport samolyoti qulab tushdi. Aviahodisa oqibatida jami 29 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi xabar berdi. Qurbonlarning 6 nafari ekipaj a'zosi va 23 nafari yo'lovchi bo'lgan. Samolyot rejalashtirilgan parvoz vaqtida halokatga uchragan. U bilan aloqa 31-mart kuni soat 18:00 atrofida uzilgan. Qidiruv-qutqaruv guruhi An-26 samolyot halokatga uchragan joyini aniqladi. Hodisa joyidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 6 nafar ekipaj a'zosi va bortdagi 23 nafar yo'lovchi halok bo'lgan, deyiladi Rossiya Mudofaa vazirligi bayonotida. Ta'kidlanishicha, samolyot tashqi hujumga uchragani aniqlanmagan. Aviahodisaning dastlabki sababi sifatida texnik nosozlik ko'rilmoqda. Interfax, RIA Novosti va TASS agentlarining manbalari samolyot qoyaga urilganini aytmoqda. An-26 yengil harbiy transport samolyoti Sovet armiyasiga 1975-yil may oyida qabul qilingan. U 1969-1986 yillarda Kiyev va Ulande aviatsiya zavodlarida yig'ilgan. Samolyot qo'shinlar va texnikani o'rta masofalarga ko'chirishga mo'ljallangan. Bu Rossiyada so'nggi yillarda sodir bo'lgan birinchi An-26 halokati emas. 2021-yil 6-iyun kuni Petropavlovsk-Kamchatskiydan Palan qishlog'iga yo'lovchi reysini amalga oshirayotgan shunday samolyot halokatga uchradi. Versiyalardan biriga ko'ra, halokatga noqulay ob-havo sharoitida uchuvchining yo'l qo'ygan xatosi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Samolyot bortida bo'lgan 28 kishining barchasi, 22 yo'lovchi va 6 nafar ekipaj a'zosi halok bo'lgandi. 2018-yil mart oyida Suriyaning Latakiya shahrida Rossiya harbiy havo kuchlarining An-26 samolyoti halokatga uchragan. O'shanda bortdagi 39 kishining barchasi halok bo'lgan. Fojiaga samolyotning qanot mexanizmidagi nosozlik sabab bo'lgani taxmin qilingan. Eron urushi ortidan Tramp va Yevropa ittifoqchilari o'rtasidagi ziddiyat kuchaymoqda. AQSh va uning Yevropadagi eng yaqin ittifoqchilari o'rtasidagi munosabatlar so'nggi 10 yilliklardagi eng og'ir nuqtasiga yetdi. Donald Tramp ma'muriyatining Eronga qarshi boshlagan harbiy kampaniyasi nafaqat Yaqin Sharqni, balki NATOning 80 yillik poydevorini ham silkitib qo'ymoqda. Bu haqda The Washington Post nashrida e'lon qilingan maqolada aytiladi. Eronga qarshi keng ko'lamli harbiy harakatlar boshlangandan beri AQSh kutilmagan qarshilikka duch keldi. Odatda Washingtonning eng sodiq hamkorlari deb ko'riladigan davlatlar kutilmaganda yo'q deya javob berishni boshladi. Italiya hukumati Sitsiliyadagi Sigonella bazasiga AQSh samolyotlarining qo'nishini taqiqladi. Bu bazadan 10 yillar davomida O'rta Yer dengizidagi operatsiyalar uchun markaz sifatida foydalanilgan. Ma'lum qilinishicha, bir nechta AQSh bombardimonchi samolyotlari Yaqin Sharq tomon yo'l olishdan avval Sitsiliya shahridagi ushbu bazaga qo'nishi rejalashtirilgan edi. Samolyotlarning aynan qachon qo'nishi kerak bo'lganiga aniqlik kiritilmadi. Qo'shimcha qilinishicha, rad etilishiga asosiy sabab AQShning tegishli ruxsatnomani so'ramagani va Italiya harbiy rahbariyati bilan maslahatlashmaganidir. Amaldagi xalqaro shartnomalarga ko'ra, Italiya hududidagi AQSh harbiy obyektlaridan foydalanishda mamlakat rahbariyati bilan kelishish majburiy hisoblanadi. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez esa nafaqat harbiy bazalarni yopdi, balki AQSh harbiy havo kuchlariga Ispaniya ustidan uchib o'tishni ham man etdi. Bu Sanchez uchun ichki siyosatda katta g'alaba bo'ldi. U Yevropa qarshiligining ramziga aylandi. AQShga yordam qo'lini cho'zishni istamaganlar orasida Fransiya ham bor. Ular Eronga hujum qilish operatsiyalarida qatnashayotgan samolyotlarga o'z osmonni yopib qo'ydi.
Trampning agar Fransiya yoki boshqa davlatlar neft olmoqchi bo'lsa, u yerga borib o'zlarini himoya qilishsin degan so'zlari AQShning 10 yillar davomida amal qilib kelgan global xavfsizlik kafolati rolidan voz kechayotganini anglatadi. Bu esa energiya narxlarining keskin ko'tarilishiga va fond bozorlarining qulashiga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga AQSh prezidenti Donald Tramp maslahatchilariga hatto Hormuz bo'g'ozi yopiq qolsa ham Eronga qarshi urushni yakunlashga tayyorligini aytgani xabar qilingan. Vaziyatning eng xavfli jihati NATOning kollektiv mudofaa tamoyilining zaiflashishidir. Tramp ittifoqchilarini qo'rqoqlikda ayblab, agar ular Eronga qarshi urushda yordam bermasa, AQSh ham Yevropani himoya qilishda qatnashmasligini ochiq aytdi. Siz biz uchun u yerda bo'lmaganingizdek AQSh ham endi sizga yordam bermaydi, deb yozdi Donald Tramp Truth Social'dagi sahifasida. Bunga javoban Yevropa poytaxtlarida bu bizning urushimiz emas degan shior yangramoqda. Germaniya kabi davlatlar operatsiyaning muvaffaqiyatiga shubha bilan qaramoqda. Italiya esa AQSh ular bilan maslahatlashmasdan boshlagan urushni qo'llab-quvvatlamasligini bildirdi. Bugungi ziddiyat shuni ko'rsatmoqdaki, Yevropa endi AQShning har qanday harbiy tashabbusini so'zsiz qo'llab-quvvatlashga tayyor emas. Trampning Yevropa o'zini o'zi himoya qilish kerak degan talabi ittifoqni o'z harbiy qudratini yaratishga yoki boshqa geosiy qutblarni qidirishga majbur qilishi mumkin. Bugun tunda AQSh vaqti bilan soat 21:00 da Donald Trampning xalqqa murojaati kutilmoqda. Bu murojaat yo urushning tugashini, yo global ittifoqning butkul parchalanishini anglatishi mumkin. Erondagi urushni hal qiluvchi pallasi boshlanmoqda. AQSh urush vazirligi Pete Hegseth Erondagi harbiy harakatlar haqida bayonot berdi. Pentagon rahbarining so'zlariga ko'ra, yaqin kunlar ushbu urushda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi va Tehron bu borada harbiy jihatdan deyarli hech narsa qila olmaydi. Seshanba 31-mart kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Pete Hegseth AQSh quruqlikdagi qo'shinlarining ushbu urushda ishtirok etish ehtimolini inkor etmadi. Agar raqibingizga nima qilishga tayyorligingizni yoki nima qilmoqchi emasligingizni, jumladan quruqlikdagi qo'shinlar masalasini ochiqlasangiz, urushda g'alaba qozona olmaysiz. Agar zarur bo'lsa, biz prezident va vazirlik nomidan ushbu variantlarni amalga oshira olamiz. Balki ularni qo'llashga hojat qolmas. Muzokaralar samara berar, dedi Pentagon rahbari. Hegseth shuningdek 28-mart kuni Yaqin Sharqdagi AQSh qo'shinlarini shaxsan borib ko'zdan kechirganini aytdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ba'zilar nomi ochiqlanmadi. Shanba kunining yarmini AQSh markaziy qo'mondonligi hududida o'tkazdik. Askarlar nishonga olinmasligi uchun joy nomlarini aytmayman. Men Amerikaning buyukligiga guvoh bo'ldim. Bu men uchun sharaf, dedi Hegseth. AQSh va Isroilning Islom Respublikasiga qarshi bir oydan ortiq davom etayotgan urush fonida mojaroni tugatish bo'yicha muloqotlar ham ilgarilamoqda. Vazirning so'zlariga ko'ra, muzokaralar faol davom etmoqda. Pentagon rahbari Rossiya va Xitoyning Eronga yordam berayotgani haqidagi xabarlarga ham to'xtalib o'tdi. Rossiya va Xitoy nima qilayotgani va qilmayotganini aniq bilamiz. Hammasini ochiq e'lon qilishimiz shart emas, lekin zarur joyda biz bu harakatlarga qarshi turibmiz. Ularning ta'sirini yumshatyapmiz yoki to'g'ridan to'g'ri to'sib qo'yapmiz, dedi Hegseth.